Biz hozir Vasat Sportni showroomdamiz. Ya'ni sport bayklar qatorida. Sport bayklarda 250 kubadan boshlab 400 kubali injektorgacha obzor qilib beramiz. Aynan Bugatti replika, Yamaha R6 replika, yana bir qanaqadir edi, esimdan chiqib qoldi nomi. Tanklarda mana yangilangan avlodlari sotuvga olib kelib qo'yishgan. Birinchi bo'lib biz hozir Bugatti Panigale'ni replikasidan boshlaymiz. Bu sport baykimizda 400 kubali injektor motori joylashgan. 100 km uchun atiga 6 ta 5 ta bizdan rasxod qiladi. 180 plus tezlikka chiqa oladi. Buni menga yoqqan tarafi rolni ko'rinishlari, original sport bayklariga o'xshab birga bir ishlab qaranglar. Yotib ketasizlar. Bu qoshlarini qaranglar. Vahshiy chiroyli. Undan tashqari orqasi, sidinasini o'tirishi, komforti juda yoqadi. Eng yana bitta qiziq narsasi esa glushiteri ikkitalik bo'ladi. Odatiy sport bayklarda bittalik glushiter ishlatilgan. Bunda esa ikkitalik. Mana ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari oldida LED faralari, dababga qo'shimcha ikkitadan qo'yilgan. Balon o'lchamlari ham o'ta yaxshi. Undan tashqari mana farollarni yoqib ko'radigan. Tanni bilishni. Eng qizig'i narxidan boshlaydigan obunachilarimiz uchun 250 kubaliklari $1700 dan 400 kubaliklari esa $2700-2800 modeliga qarab narxlari chiqadi. Bugatti Panigale'da qizil hamda qora svetlari sotuvda mavjud. Undan tashqari Yamaha R6 ni oqi, qorasi, yana karboni bor. Karboni menimcha $3000 yon atrofida chiqadi, chunki karbonligi qimmatroq yuradi. Karbonligi hozir bizni betimizda qolmagan. Bo'lishiga albatta kanalga qo'yamiz. Bunda ham ikkita fonarlari bor. 400 kubali injektor motor, 180 plus 100 km uchun atiga 5 ta 6 ta benzin rasxod qiladi. Mana. Yurishga tayyor turibdi. Egam qani deb turibdi akalar. Olib bosib oladigan joy. Bu sport bayklarimizga garantiya hamda servislarini skuter tarafidan beramiz. Aynan bu skuterlarda olganlaridan keyin shot spravka обязательно nomlaringga o'tadi. Mana bu Monsi ham bor. Buning oti nima edi? Sonic modelimiz. 3 ta deyiladi biz tilimizda. Aynan bu modelimiz ana sport bayklarda bokovoyi. Oldi menga metlar juda yoqdi. Undan tashqari telefon USB-si telefonga zaryad beradi. Avarenlik, masofadan boshqaruvchi vakolatlar, akrapovich glushiterlar, dizaynlari o'ta chiroyli. Buni esa yashil hamda gold svet sotuvda bor. Tank skuterlarimiz kelgan, yana orqa bachoylari bor. 3 ta bachoy bor. Общий oldi laboylari bor. Oldi bunaqa setkalar bor. Hajat qilib bergandan keyin tushmaslik uchun o'rab qo'yish maqsadida qo'yilgan. Oldida bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta fanari общий bor. Redline diskalarda undan tashqari met oyoq qo'yadigan duga, masofadan boshqarish pult vakolat, oldi orqa ichki tormoz, avarenlik, kolonka, xullas hamma narsasi komfortlilarni o'ylab qo'yib qo'yilgan. Xullas olasizlar, просто minbersalaring bo'ldi. Bu skuterlarimizga ham shot spravka обязательно qilib beramiz. Undan tashqari nomlaringga o'tadi. Sog' bo'linglar.